Uzumda savdo yo'q, tovarimni qaytarib ololmayapman. Qarzga botib ketdim, tovarim omborda yo'qolgan. Shu kabi muammolar sizda ham bormi? Ko'pchilik uzumda savdo qilaman deb kiradi, lekin natija kutganchalik chiqmaydi. Nega? Sabab turlicha bo'lishi mumkin. Masalan, eng asosiysi bilimsiz savdoga kirish. Kuratorsiz, mustaqil YouTube darsliklaridan o'rganib tavakkal ish boshlash, bu bor pulingizdan ayrilishingiz mumkin degani. YouTube'da jonli muloqot yo'q, demak 100% o'rgana olmaysiz. Xato, kamchiliklarga yo'l qo'yib, mablag'ingizni bekorga yo'qotib qo'yasiz. Uzumda savdo chiqmayaptimi? Demak siz ham qayerdadir xato qilyapsiz. Men o'zim ishlagan va natija bergan tizimni kursimda oddiy qilib tushuntiraman, faqat ishlaydigan usullar orqali. Agar siz ham savdoni oshirmoqchi bo'lsangiz yoki uzumda savdoni noldan o'rganmoqchi bo'lsangiz, pastdagi Telegram kanalimga o'tib shaxsiy profilimga murojaat qilishingiz mumkin.